Assalomu alaykum. Bugun 8-mart Unum jamoasi o'z ehson karvonini yo'lga chiqardi. Hozir mahsulotlarimizni solib turibmiz. Bizning kuzatishda davom eting. Ehsonlarimizni tarqatishni boshlaymiz. Biz navbatdagi manzilimizga keldik hamda shok holat. Ya'ni shu darajada chiroyli uy bizning ro'yxatimizda bo'lgani hayron qoldim. Ma'lumotni yaxshilab surishtirsak, bu uyimiz zakat sifatida xalqimizning boy saxiylaridan topshirilgan uy ekan. Hozir shu xonadonimizga ehsonimizni topshiramiz.